Assalomu alaykum. Keyingi yillarda O'zbekistonda ikkita ko'rinishdagi jinoyatga nisbatan murosasiz harakatlar boshlandi. Bu birinchisi o'sha korrupsiyaga qarshi kurash bo'lsa, ikkinchisi bu o'sha aholi o'rtasida, yoshlar o'rtasida giyohvand vositalarga qo'llanilishiga qarshi kurash. Demak, mana shundan ham ko'rinib turibdiki, aynan giyohvandlik bu o'sha millat tanlamas, chegara tanlamas jinoyatlardan biri hisoblanadi. Lekin har qanday millatni tanazzulga olib boruvchi ham mana shu giyohvand vositalarining iste'moli hisoblanadi. Ana shuning uchun ham millat genofondini yanada yaxshilash, qolaversa har qanday ko'rinishdagi o'sha giyohvandlik vositalari kuchli ta'sir etuvchi psixotrop moddalardan o'sib kelayotgan yoshlarni ayniqsa asrashga O'zbekistonda alohida bir e'tibor qaratilgan. Buni biz nimada ko'rishimiz mumkin? Albatta, keyingi yillarda, aynan 2026-yilning o'zida ham mana shu giyohvandlikka qarshi kurash, giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlarda umuman olganda jazo choralarini kuchaytirish bo'yicha ham bir qator huquqiy islohotlar qilindi desak, bu ham xato emas albatta. Aynan joriy 2026-yilning 10-fevral sanasida O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi tomonidan tasdiqlangan, qolaversa Senat tomonidan 2026-yilning 18-mayda ma'qullangan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar yoki ularning analoglarining va kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning qonunga xilof muomalasi uchun javobgarlikni takomillashtirishga qaratilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonuni bu boradagi mana shu harakatlarga huquqiy bir asos bo'ldi desak, bu ham to'g'ri albatta. Nimaga deganda, ba'zida bilib qolamiz, qandaydir bir giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlarni sodir qilib, keyinchalik o'sha belgilangan jazo muddatlarining juda bir oson ekanligi, kam ekanligi yoki bo'lmasa ba'zida o'sha giyohvandlik vositalari bilan sudlangan kishilarning, mahkumlarning o'sha sudlangan davrining yarmida ozodlikka chiqarilishi kabi holatlar ilgari bo'lgan. Endilikda murosasizlik holatida mana shu giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlarga kuchaytirilgan jazo choralarining qo'llanilishi esa har qanday ko'rinishdagi giyohvandlikka qarshi ommaviy tusdagi bir kurash desak, bu ham to'g'ri albatta. Demak, anglaganingizdek, ochiq muloqot turkumidan biz bugungi ko'rsatuvimizda aynan mana shu borada siz bilan fikrlashamiz. Demak, o'z-o'zidan ayonki, ko'rsatuvimiz ishtirokchilari ham viloyatdagi mana shu giyohvandlikka qarshi kurash bo'yicha mas'ullar hisoblanadi. Demak, bugungi ko'rsatuvimiz ishtirokchilarini sizlarga tanishtirib o'taman. Giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar ustidan nazorat qilish bo'yicha viloyat hududiy komissiyasi kotibi Farhod Yo'ldashev, viloyat adliya boshqarmasi sho'ba boshlig'i Rasulbek Ibragimov, viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov guruhi katta tergovchisi Jalolbek Bobojonov, mahallalar uyushmasi viloyat boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Rustam Madrahimov, Yoshlar ittifoqi Xorazm viloyati kengashi raisi Dilshod Atamuradov, viloyat yoshlar ishlari boshqarmasi bosh mutaxassisi Islombek Qalandarov hamda ko'rsatuvimizga Respublika ixtisoslashtirilgan narkologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazining Xorazm viloyat mintaqaviy filiali direktor o'rinbosari Jo'shqinbek Allamovning kelishlari kutilyapti. Demak, biz bugun siz bilan aynan mana shu giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlar va qonunchilikka kiritilgan o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Nimaga deganda, biz yuqorida aytib o'tgan O'zbekiston Respublikasining yangi qonunida aynan O'zbekiston Respublikasining jinoyat kodeksiga va boshqa ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi kodeksiga va shunga o'xshash giyohvandlik bilan bog'liq jazo choralariga alohida bir o'zgartishlar kiritilganligi, yangiliklar kiritilganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, bizning ilk suhbatdoshimiz viloyat hududiy komissiyasi kotibi. Marhamat. Assalomu alaykum. Juda to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, hurmatli boshlovchi. Va bugungi kundagi butun dunyoda giyohvandlik bo'yicha nimalar bo'layotganligini hammamiz ko'rib o'tiribmiz. Ommaviy axborot vositalari orqali, internet tarmoqlarida shuncha ogohlantirishlar, shuncha kurashlar, shuncha tadbirlar o'tkazishiga qaramasdan butun dunyo hozir bir katta halokat yoqasiga kelib qolgan mana shunday davlatlar borki, bu giyohvandlik balosiga mubtalo bo'lganlarga chora ko'rish, qanday tadbir o'tkazish bo'yicha boshir qotirib o'tiribdi lozim.
mana bejiz emaski bu yilgi qonunchilikka, huquqiy me'yorlarga o'zgartirish kiritilishi bu albatta bejiz emas. Bugungi kunda mana shu O'zbekistonda ham bu ofat kirib kelib, mana shu yoshlarimizni, mana shu kelajagimizni katta bir bolta urayotganiga hammamiz mana ko'rib turibmiz. Shuning uchun mana shu muhtaram prezidentimiz tomonidan 24-yilda 6-maydagi O'zbekiston Respublikasida giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy aylanmasiga chek qo'yish orqali ularning aholi salomatligi va mamlakatimiz genofondiga salbiy ta'sirini bartaraf etish strategik chora-tadbirlari to'g'risidagi PF 73 sonli qarorlari, farmonlari e'lon qilingan bo'lib, ushbu farmon ijrosini yuzasidan viloyat hokimligida tegishli qarorlar ishlab chiqilgan. Mana shu qarorlarga asosan giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar ustidan nazorat qilish bo'yicha hududiy komissiya tashkil qilingan. Mana shu komissiya xuddi shunday komissiyalar shahar va tuman hokimliklarida tashkil qilingan bo'lib, shahar va tuman hokimlari bu komissiyaning raislari hisoblanadi. Mana shu darajada ish tashkil qilinganki, ertaga mana shu qo'yilgan vazifalarda qo'yilgan talablarni bajarish uchun yuqori mansabdagi xodimlarimiz, yuqori mansabdagi rahbarlarimiz o'zi bosh bo'lib turib shu qarorlarning ijrosini ta'minlasin degan maqsadda mana shunday komissiyalar tashkil qilingan. Mana shu hududiy komissiyalarning ishini olib borish bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqilgan bo'lib, mana shu yo'l xaritasini hozirgi kundagi eng dolzarb bir o'tkazgan tadbirlari bu 26-iyun kungi giyohvandlik xalqaro giyohvandlikka qarshi kurash kuni munosabati bilan o'tkazilgan tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan bo'lib, mana shu rejasida barcha tashkilotlar, mutasaddi rahbarlar va butun shu jamoatchilikni jalb qilgan holda bu giyohvandlikka qarshi kurash masalasini umummilliy harakatga aylantirish masalasi qo'yilgan. Shuning uchun mana shu tadbirni 26-iyunga kuniga bo'lgan tadbirlarni hozir mana mutasaddilar ham o'zlari qiladigan ishlarini aytib beradilar. Qiladigan jamoatchilik bilan, yoshlar bilan, xotin-qizlarimiz bilan mahallalarda va boshqa butun shu mamlakatimizning, viloyatimizning, tumanlarimizning barcha jabhalarida giyohvandlikka qarshi kurashni targ'ibot, tashviqot ishlarini yuqori saviyada olib borishimiz kerak bo'ladi. Mana shunda bizni siz bilan bizga oldimizga qo'ygan masalalarni hamin qadar bajargan bo'ladi. Rahmat. Shu o'rinda yana bir narsaga e'tibor qaratsak. Umuman olganda har yili muntazam ravishda bir necha yillardan beri fevral oyi yoshlar o'rtasida giyohvand vositalar tarqalishining oldini olish oyligi sifatida belgilanib, uning doirasida ham ko'plab tadbirlar o'tkaziladi. Ayniqsa o'sib kelayotgan yosh avlodni mana shu giyohvandlik balosidan saqlab qolish, ularda giyohvandlikka nisbatan immunitetni shakllantirish borasida targ'ibot tadbirlari qilinadi. Mana shu ikkita oylik deyapmiz-ku, o'zi oylik bilan chegaralanib qolmasligimiz kerak, muhtaram boshlovchi. Mana shu fevral oyida ham juda bir yuqori saviyada tashkilotlar bilan, mutasaddilar bilan tadbirlarni o'tkazdik. Mana birgalikda siz bilan yoritdik, xalqqa yetkazdik, xalqimizning orasida shunday targ'ibot ishlarini olib bordik. Hamin qadar bu ishlarni olib jalb qilishga harakat qildik, yoshlarimizni jalb qildik, butun mahallani ko'tardik, boshqasini jalb qilgan holda tadbirlarni o'tkazdik. Bu faqat oylik bilan chegaralanib qolmadi. Buni har kuni, har jabhada, har minutda shuni qilishimiz kerak degan nimaga o'tishimiz kerak. Bu tadbir o'tkazish faqat tadbir o'tkazish uchun qilinmasi kerak-da. Mana shu tadbir o'tkazishdan maqsad bitta giyohvandni shu nimadan balodan asrab qolsak, bu juda katta yutug'imiz bo'ladi. Shunga hamma nimamizni, vazifamizni, bajaradigan tadbirlarimizni shunga qarab yo'naltirishimiz kerak bo'ladi. Rahmat, hurmatli yurtdoshlar, biz odatdagidek jonli efirdamiz. Bugungi tanlangan mavzu doirasida sizda qandaydir bir savollar bo'lsa, albatta studiyamizga o'rnatilgan 62 kodi bilan 223 92 03 raqamli telefonga murojaat qiling. 1 soatlik efir jarayonida o'z savollaringizga bugungi ko'rsatuvimiz ishtirokchilaridan ham javob olishingiz mumkin bo'ladi. Biz dasturimiz avvalda aytib o'tdik. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi tomonidan ishlab chiqilgan va Oliy Majlis Senat tomonidan ma'qullangan O'zbekiston Respublikasining qonunida bir qator
mana shu O'zbekiston Respublikasining jinoyat kodekslariga yoki bo'lmasa ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi kodekslariga o'zgartirishlar kiritish, alohida bir boblar kiritish belgilangan. Umuman olganda, xo'sh, oldingi mana shu jinoyatchilik bandlari bilan qolaversa, keyingi yangi tahrirda qabul qilinadigan mana shu o'zgartirish va yangiliklarning farqi nimada? Aynan uning mana shu qabul qilingan qonunning mazmun mohiyati qanday? Albatta, joriy yilning 11-iyun sanasida O'zbekiston Respublikasi prezidentiga ham uning taqdimoti o'tkazildi. Demak, mana shundan ham ko'rinib turibdiki, bu davlat siyosatining eng dolzarb vazifalaridan, muammolardan biriga aylangan va bugun prezident nazorati ostida ekanligiga ham alohida bir e'tibor qaratishimiz lozim bo'ladi. Demak, uning mazmun mohiyati haqida viloyat adliya boshqarmasi sho'ba boshlig'i ma'lumot beradilar. Marhamat. Assalomu alaykum. To'g'ri aytdingiz, bugungi kunda mamlakatimizda ayni giyohvandlikka qarshi hamda narko jinoyatchilikka qarshi kurashish bu mamlakatimizda asosiy ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan va ayni shu sohada giyohvandlikdan oldini olish borasida huquqiy, profilaktik, xalqaro tibbiy reabilitatsiya yo'nalishlari bo'yicha bir qator izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Ayni shu yo'nalishlar borasida joriy yilning 11-iyun kuni tasdiqlangan 1151 sonli qonunni aytib o'tishimiz mumkin. Bu qonun bilan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga, Jinoyat kodeksi hamda Jinoyat protsessual kodeksi va boshqa ayni shu ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan qonun hujjatlariga bir qator o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan. Endi shu o'rinda ushbu qonunning qabul qilinishiga asosiy sabab, ya'ni maqsad sifatida bugungi kunda mamlakatimizda giyohvandlik vositalari, ya'ni bu moddalarning noqonuniy aylanmasi ortib borayotganligi, bu esa aholi salomatligi va milliy genofondiga jiddiy zarar yetkazayotganligi hamda qonunchilikdagi tizimlashtirish, huquqiy normalarni maqbullashtirish hamda ularni bir xil tizimlashtirishga bo'layotgan shu ishlarni joyiga qo'yish asosiy maqsad sifatida qaratilgan. Endi bunga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, dastlab O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 187 moddasida ayni shu giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar va uning analogiklarini jamoat joylarida iste'mol qilganlik uchun ma'muriy javobgarlik belgilandi. Oldingi tahrirdagi shu kodeksga qaraydigan bo'lsak, bunday modda bo'lmagan, bu yangi to'ldirilgan moddalar sifatida kiritildi. Endi ijtimoiy xavfli qilmish sifatida jinoiy javobgarlikni nazarga tutuvchi Jinoyat kodeksining 19-bobiga ham 276-1dan 13-moddasigacha, ya'ni 13 ta yangi moddalar kiritilgan holda ayni shu giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi bilan bog'liq bo'lgan ijtimoiy xavfli qilmish, ya'ni jinoyatlar uchun javobgarlik masalalari aniq belgilandi. Bunga to'xtaladigan bo'lsak, dastlab bu g'ayriqonuniy narko laboratoriyalarni tashkil qilish masalasi uchun ham javobgarlik belgilandi. Endi bu qonunchilikda narko laboratoriya sifatida shu giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalarni tayyorlash uchun tashkil qilingan ko'char yoki ko'chmas obyekt sifatida ta'rif berib o'tilgan. Ayni shu faoliyatni tashkil etganlik uchun ham jinoiy javobgarlik belgilandi. Endi shu moddaga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ayni shu faoliyat yuzasidan o'z aybiga iqror bo'lib, belgilangan tartibda qilayotgan qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lib, shu o'zida mavjud bo'lgan ashyolarni topshiradigan bo'lsa, bunday holatlarda jazodan ozod qilish masalasi ham belgilangan. Va keyingisi bu bangixonalar saqlash va buni tashkil qilish masalasi uchun ham javobgarlik masalalari belgilangan. Bundan tashqari bu giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar va boshqa kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni qonunga xilof ravishda homiylik qilish masalasi ham ko'rsatilgan. Bunda albatta ayni shu yuqorida ko'rsatib o'tilgan holatlarda bunda hokimiyat yoki mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish orqali homiylik qilish masalalari yo bo'lmasa o'zlariga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni oshkor qilmaslik orqali bu haqida xabarlar yetkazish masalasi bo'yicha ham ayni shu javobgarlik masalasi shu qonunchilikda aniq belgilab o'tildi. Bundan tashqari shu kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni qonunga xilof ravishda egallash masalasi ham belgilandi. Bunda yuqorida aytib o'tgan moddalarni o'g'irlik yoki firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritish holatlarida ham ayni shu jinoiy javobgarlikni keltirib chiqarishi belgilangan. Bundan tashqari shu yuqorida aytib o'tilgan mahsulotlarni
tayyorlash, tarqatish, reklama qilish masalasi ham belgilangan. Bunda ijtimoiy tarmoqlar orqali, ommaviy axborot vositalari, internet tarmoqlari orqali reklama qilish yo bo'lmasa shular orqali tarqatish masalalarida ham alohida javobgarlik sifatida belgilangan. Bundan tashqari yana shu holat belgilangan. Bunda ayni shu yuqorida aytib o'tilgan moddalarning qonunga xilof ravishda muomalaga kiritish. Bunda albatta shu moddalarni belgilangan tartibda tayyorlash, qayta tayyorlash, tarqatish, jo'natish va iste'mol qilish maqsadida noqonuniy foydalanish uchun ham javobgarlik masalalari belgilangan. Bundan tashqari yana shunday moddalar belgilangan. Bunda ayni shu kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni o'tkazish maqsadini ko'zlamay, qonunga xilof ravishda foydalanish, olish, saqlash, tashish, jo'natish masalalari uchun ham har biri uchun alohida javobgarlik belgilangan. Yana shuni aytib o'tishimiz mumkin, mazkur qonun bilan bu giyohvandlik jinoyatchilikka qarshi kurashda asosiy e'tibor bunga qo'yiladigan jazo turini og'irlashtirish, ya'ni og'irroq jazo belgilash masalasi ko'rsatilgan. Bundan tashqari 276 prim 9-moddasida tanazzul yoki o'yvi kasalligini tarqatish masalasi ham alohida belgilangan. Ayni shu masala uchun ham alohida jinoiy javobgarlik keltirib chiqarish haqida alohida norma bilan to'ldirilgan. Endi bundan tashqari yana shunga alohida e'tibor qaratilganki, ayni giyohvandchilik jinoyatlariga voyaga yetmagan shaxslarni jalb qilish masalasi uchun ham alohida modda belgilanib, bunda shu voyaga yetmagan shaxsni spirtli ichimlik iste'mol qilish, giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar yoxud alohida toifadagi shu kuchli ta'sir qiluvchi modda hisoblanmaydigan va aql idrokka ta'sir qiluvchi moddalarni iste'mol qilish uchun ayni shu voyaga yetmagan shaxslarni jalb qilganligi uchun ham jinoiy javobgarlik belgilangan va bunda alohida shart belgilangan. Bunda ma'muriy yurisdiksiya, ya'ni ma'muriy javobgarlikka tortilgandan keyin, ayni shu qilmish ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks bo'yicha javobgarlikka tortilgandan keyin jinoiy javobgarlik keltirib chiqarishi belgilangan. Bundan tashqari bu yerda xavfsizlik talablariga javob bermaydigan hamda qalbaki sifatsiz mahsulotlarning ishlab chiqarilganligi uchun ham ayni jinoiy javobgarlik belgilovchi moddalar ham qo'shilgan. Bundan tashqari yana aytib o'tishimiz mumkin, sanitariyaga oid bo'lgan qonun hujjatlari hamda epidemiologik qonun hujjatlari talablarini, ya'ni tartibini buzish uchun ham alohida jinoiy javobgarlikni belgilovchi norma belgilangan. Bunda shu epidemiologik yoki shunga o'xshash kasalliklar tarqalishini oldini olish, ya'ni shu mas'ul vakolatli organlar tomonidan tibbiy ko'rikdan o'tish bo'yicha talabga bo'ysunmaslik yoki belgilangan muddatda joyda bo'lmaslik talablariga rioya qilmaslik natijasida kasalliklar ortib ketishi yo bo'lmasa ommaviy zaharlanish, ommaviy kasalliklarni vujudga kelishiga sabab bo'ladigan holatlarda jinoiy javobgarlikka tortilish masalasi ham alohida belgilab qo'yilgan. Rahmat. Shu o'rinda biz bilamizki, aynan Adliya vazirligi tizimiga mana shu qonunlarning mazmun mohiyatini aholiga yetkazish yuklatilgan. Umuman olganda, mana shu giyohvandlikka qarshi kurash bo'yicha qabul qilingan qonunlar bo'lsin, prezident farmonlari, qarorlari bo'lsin, davlat dasturlari bo'lsin. Mana shu borada bugun viloyat adliya boshqarmasi va uning tuman bo'limlari tomonidan qilinayotgan ishlar qay darajada bugun? Albatta, mana shu qonunlar qachonki xalqqa yetib borganida, xalq uni tushunib yetganidagina uning ijrosi to'liq ta'minlanishi mumkin. Marhamat, mana shu borada. Albatta, bugungi kunda Adliya vazirligi shu yangi qabul qilingan qonun hujjatlari hamda jamiyatda amalga oshirilayotgan islohotlarni ijrochilarga hamda keng jamoatchilikka yetkazish bo'yicha hamda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha maxsus vakolatli organ sifatida belgilangan. Bu borada ayni shu giyohvandlikka qarshi kurash hamda narkotik jinoyatchilikka qarshi kurash borasida mahallalarda, jamoat joylarida, ta'lim muassasalarida hamda aholi gavjum joylarda bir qator huquqiy targ'ibot tadbirlari amalga oshirib kelinmoqda. Mahallalarda tashkil etiladigan tadbirlarda albatta mahalla yettiligi bilan hamkorlikda hamda huquq muhofaza qiluvchi hamda boshqa vakolatli organlar bilan birgalikda uyma-uy kirgan holda hamda mahallalarda fuqarolar o'rtasida uchrashuv, davra, seminarlar ko'rinishida, ta'lim muassasalarida hamda mehnat jamoalarida ham xuddi shu yo'nalishlarda targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Endi asosiy maqsad bu yoshlarga ayni shu giyohvandlik vositalarini oldini olish maqsad sifatida ta'lim muassasalarida targ'ibot tadbirlarini amalga oshirish alohida e'tibor qaratildi. Bunda huquqiy bilimlar oyligi,
huquqiy darslar, adliya kunlari, huquqiy targ'ibot kunlari doirasida ta'lim muassasalarida ham ayni shu biz giyohvandlikka qarshimiz, stop narko yo'nalishlari bo'yicha hamda shu hashtaglar yo'nalishlarida bir qator tadbirlar hamda huquqiy aksiyalar amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari targ'ibot tadbirlarini innovatsion usullardan foydalangan holda ijtimoiy tarmoqlar, ommaviy axborot vositalari orqali ayni shu giyohvandlik vositalari uchun javobgarlik masalalari, ularning salbiy oqibatlarini yoritishga qaratilgan bir qator postlar hamda ma'lumotlar keng jamoatchilikka yetkazib Rahmat. kelinmoqda. Shu o'rinda mana siz albatta mana shu yangi qabul qilingan qonun asosida O'zbekiston Respublikasining mana shu jinoyat kodeksiga bo'lsin, ma'muriy huquqbuzarlik kodeksiga bo'lsin yoki bo'lmasa jinoyat protsessual kodeksiga bo'lsin kiritiladigan o'zgartishlar, yangiliklar haqida bugun xalqqa yetkazyapsiz. Buni xalqimiz qanday qabul qilyapti? Mana shu jazo choralarining kuchaytirilganligi, mana shu borada ularning bugun fikrlari. Endi bu borada albatta bu qonunchilikni qabul qilinganligi hamda bu soha bo'yicha ya'ni jinoyatchilik uchun jazolarni og'irlashtirilganligi holati, bundan tashqari ayni narko jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha jamoatchilik nazoratini kuchaytirilganligi hamda ayni shu yo'nalishdagi jinoyatchilikni oldini olish borasida faol ishtirok etgan fuqarolarni rag'batlantirish masalasi kiritilganligi ham bu aholimiz tomonidan ijobiy qabul qilinyapti. Sababi albatta bu qonunni keng ijroga kiritilishi albatta mamlakatimizda bu kabi jinoyatchilikni oldini olishi va aholi salomatligini yanada ko'tarishi va bu bilan bog'liq bo'lgan salbiy illatlarni oldini olishiga xizmat qiladi. Demak, xalqimiz tomonidan yaxshi qabul qilinyapti. Demak, mana bugungi ko'rsatuvimizda nafaqat nazariyotchilar, balki amaliyotda shug'ullanayotgan mana shu viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergov guruhi tergovchisi ham ishtirok qilyaptilar. Mana siz o'z faoliyatingiz jarayonida ham mana shu giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlarda tergov ishlarini olib borasiz. Qolaversa, mana shu oldingi yillar bilan keyingi yillardagi qandaydir bir farq bormi? Ilgarigi vaqtda ko'proq bo'lganmi bunday holatlar, ularning fosh qilinishi yoki bo'lmasa hozirgi kunda kamaydimi? Mana shu borada fikrlaringiz. Mazkur toifadagi, ya'ni aholi salomatligi va genofondga qarshi qaratilgan turdagi jinoyatlarimiz, ya'ni o'sha giyohvandlik vositalarini qonunga xilof ravishda muomala qilish bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlar oldingi yillarga nisbatan oxirgi yillarda bu ancha ko'paygan. Eng achinarlisi shu voyaga yetmaganlar va aynan maktab o'quv ta'lim tashkilotlarida shularga bog'liq bo'lgan o'quvchi talabalar orasida ko'payganligi eng achinarli holatdir. Aynan shu narsa qonunchilikning tashabbusi bilan bo'lib mazkur qonun qabul qilindi. Birgina misol, aynan shu joriy yil 5 oy davomida umumiy biz ichki ishlar tizimi bo'yicha 130 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan, ya'ni bu 130 ta holat degani va shundan 144 ta shaxs jinoiy javobgarlikka tortilgan. Bu faqat ichki ishlar miqyosida, boshqa huquqni muvofiq organlardan tergov harakatlari olib borgan, lekin aynan bu aytayotgan ma'lumotim bu ichki ishlar bilan bog'liq 130 ta bo'lgan va buni ham tahlil qilganimizda eng achinarli holat shu 144 ta shaxsning ichidan 46 nafari muqaddam aynan shu turdagi jinoyatni sodir qilgan shaxslar ekanligi aniqlandi. Demak, jazolar yengil bo'lganligi sababli qaytadan takrorlanyapti. Xuddi shunday. Bu siz o'zingiz ham so'z boshida aytganingizdek, bu fuqarolarning jazoni yengil ekanligi, bir necha yil oldin qamalgan odamning yana ozodlikka chiqib kelganligi degan bir fikrlar bo'ldi degan mazmunda aytib o'tdingiz. Shu narsani aynan misoli bu o'zimiz ham bevosita amaliyotda ko'ryapmiz. O'zimiz tergov qilgan shaxsni kerak bo'lsa 3-4 yildan keyin yana tergov qilgan paytlarimiz bo'lgan. Bu o'zi ham shu aytayapti, shu mana chiqib keldim, yana adashdim, yana yo'lga qaytdim deb. Shu yo'lni qilib qo'ydim, shu jinoyatni deb aytgan. Bu narsa achinarli holat. Endilikda mazkur qonun bilan bu jazoning muqarrarligi va og'ir sanksiyalarning og'irlashtirganligi bu albatta o'zini ta'sir chorasini ko'rsatadi deb o'ylayman va bunga ishonamiz. Eng yana qo'shimcha qiladiganim o'sha statistik ma'lumotlardan aytib o'tmoqchiman. Shu o'tgan 5 oy davomida viloyatimiz bo'yicha 2 nafar voyaga yetmagan shaxs, bittasi texnikum o'quvchisi, ikkinchisi maktab o'quvchisi, aynan giyohvand moddalarini qonunga xilof ravishda o'tkazish va sotish bilan bog'liq holatda jinoiy javobga tortildi. Bu juda katta bir achinarli holat deb baholanadi va mana shunga qarshi ham aytib o'tganimizdek, mana targ'ibot tashkilot ishlarini bevosita ham o'zimiz bevosita tergovini ham qilyapmiz va o'zini targ'ibot oldini olish uchun hamkor idora tashkilotlar bilan birgalikda manzilli profilaktik ishlarni amalga oshirib bormoqdamiz. Rahmat. Umuman olganda biz qonunchilikka kiritilayotgan o'zgarishlar bilan yaqindan tanishar ekanmiz. Bu yerda aynan mana shu qonun ijrosi doirasida
uning mana shu hayotga tatbiq etilishida bir qator idora tashkilotlariga muhim vazifalar yuklatiladi. Ana shulardan biri bu o'sha mahallalar. Albatta mahallalar uyushmasi viloyat boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari bugun ishtirok qilyaptilar. Bugun o'sha Xorazm viloyati hududidagi mahallalarda giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etilishini oldini olish. Qolaversa, mana shu psixotrop moddalar bo'lsin, kuchli ta'sir qiluvchi mana shu boshqa bir vositalar bo'lsin, umuman olganda giyohvandlik iste'moliga qarshi olib borilayotgan ishlar. Nimaga deganda biz aynan mahallada yashaymiz. Mahallada bizning sharqona mentalitetga olib qaraganda mahallada har kim bir-birini taniydi. Bu o'sha megapolis shaharlar, yirik shaharlarda albatta ko'p qavatli turar joy binolarda istiqomat qiluvchi aholi boshqa bir podyezd yo'lagidagi o'z qo'shnisini tanimasligi mumkin. Lekin mahallada o'zbekona qadriyat hisoblangan mahallada butun bir mahalla ahlini kim kimning ota-onasi ekanligini, kim kimning farzandi ekanligini mahalladoshlar yaxshi bilishadi. Bugun aynan mana shu qonunchilik nazoratida jamoatchilikning albatta o'rni seziladi. Bunda esa bevosita mahallalarga borib, o'sha mahalla yettiligiga, o'sha mahalla fuqarolar yig'iniga albatta qaratiladi bunda. Marhamat, mana shu borada fikrlaringiz. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Aytib o'tilgandek yuqorida og'ir toifadagi jinoyatlar turiga kiritilgani bu bejizga emas. Sababi bu aytib o'tgandek bu yoshlar orasida ham ko'p bo'lishi mahallani yanada sergak bo'lishiga, kelajakda ushbu holatlar takrorlanmasligiga turtki bo'lishi kerak. Adliya bilan birgalikda targ'ibot tadbirlarida ham ba'zi asosiy bo'g'in sifatida, jamoatchilikka yetkazish sifatida bu mahallaning roli katta hisoblanadi. Endi yoshlar o'rtasida qanday holatda bo'ladi yoki undan ham katta yoshlar qanday holatda bo'ladi, bularning hammasiga ularni bandlik masalasi yotadi tagida yoki bo'sh vaqtlari masalasi yotadi. Shu sababdan mahallalarda birinchi navbatda bizning O'zbekiston mahallalar uyushmasi tomonidan 30 yoshdan katta bo'lgan fuqarolarni qamrab olish maqsadida ular uchun mahalla ligi va sport turlari joriy qilingan. Bugungi kunda ham shu sport turlari bo'yicha streetbol deymiz, shaxmat, shashka va boshqa turdagi sport turlari bilan aholini ko'proq sog'lom turmush tarzini tatbiq etish maqsadida ushbu tadbirlar amalga oshirilib borilmoqda. Bundan tashqari yana birinchi navbatda mahalla yettiligini ushbu sohada o'qitish zarurligi sababli bugungi kunda mahalla raislarini o'zi davlat rahbari tomonidan yoki yuqori turuvchi tashkilotlar tomonidan yuborib turgan pastgacha yetib borishi kerak lozim bo'lgan topshiriqlar ijrosi yuzasidan o'quv seminar, amaliy o'quv seminarlar tashkil etganmiz. Bugungi kunda 170 ta mahalla raisini o'quv dasturlari orqali o'qib tugatdik. Bugun yana dushanba kunidan yana 170 ta, shu bilan yana 6 kun davomida birgalikda shularni o'qitish bilan tashkil qilamiz. Ushbu o'qitish jarayonida hozir aytib o'tilgandek qonunchilikka kiritilgan o'zgarishlarni bu yerda tashkilotlar tomonidan, adliya tomonidan yoki mahalla yettilik boshqarmalari tomonidan yettilikdagi vazifalarni raislar ham yaxshi bilishi kerak. O'zini rahbarlik lavozimini olib borishi uchun shu hududda ularga yuklatilgan vazifalarni sidqi tildan bajarilishini nazoratini qilib borishlari kerak bo'ladi. Shu sababdan targ'ibot tadbirlarini ham tashkil qilib bormoqdamiz. Yuqorida aytib o'tgandek. Rahmat. Albatta bu targ'ibot tadbirlari o'z yo'liga. Nimaga deganda targ'ibot tadbirlari bu albatta o'shalarning tushunib yetishiga xizmat qiladi. Lekin yana bir jihatga e'tibor qaratsak, umuman olganda mahallada hamma bir-birini taniydi. Lekin aynan ana shu mahallada qandaydir bir shubhali shaxslar borligini yoki bo'lmasa shubhali xonadonlar borligini yoki bo'lmasa kimdir qandaydir ko'rishdadir o'sha xufiyona giyohvand vositalar sotishini ham ko'pchilik biladi. Lekin befarqlik degan bir tushuncha bor. Nimaga desa, u o'sha qo'shniga yomon ko'rinmaslikni aytamizmi yoki bo'lmasa sharqona mentalitet, bu o'sha menga nima, kimning ishi bor yoki bo'lmasa ertaga uning yuziga qanday qarayman, qarindoshlarining yuziga qanday qarayman degan istiholalar bo'lishi tabiiy albatta. Lekin mana shunday istiholalar ham aynan mana shunday holatlarning ko'payishiga olib borishini ham yaxshi bilamiz. Umuman olganda bugun o'sha mahallalarda aynan mana shu xufiyona sotilayotgan o'sha mahalladagi oilalarga qarshi qanday ishlar jamoatchilik ta'sir olib borilyapti. Qolaversa, albatta mahallaga kimningdir kelib ketganini ham mahalladoshlar yaxshi bilishadi. Umuman olganda mahallada gapni yashirib bo'lmaydi. Qilar ishni yashirib bo'lmaydi. Bir-birovning nazoratida bo'ladi. Bu jamoatchilik nazorati degan tushuncha. Mana shu jamoatchilik nazorati bugun qay darajada?
Yuqorida aytib o'tilgandek, jamoatchilik nazoratida biza targ'ibot qilayotgan payti shu narsaga alohida urg'u beryapmiz. Bu ma'lumotlarni oshkor qilgan shaxs ma'lumotni sir saqlanishi kafolatlangan. Shu sababdan bemalol murojaat qilishi, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilishi, u to'g'risidagi ma'lumotlar boshqalarga oshkor qilinmasligi kafolatlangan to'g'risida targ'ibot tadbirlarimizni ham aytib o'tmoqdamiz. Endi bundan tashqari aytib o'tib, bu yetkazgan ma'lumotni yetkazgan fuqaroga nisbatan yoki shu mahalla ettilik vakillariga nisbatan rag'batlantirish choralari ham ko'rilishini alohida aytib o'tmoqdamiz. Ya'ni yuqorida adliya xodimi tomonidan aytilgan jarayonda aytib o'tdi. Ularni qo'llab-quvvatlash maqsadida rag'batlantirish choralaridan bu ham aholida qiziqishni, befarqmaslikni ko'rsatish uchun kiritilganligini, bemalol viloyat shtabimiz ham ishlab turganligini, ularga o'zlarimizni to'g'ridan-to'g'ri telefon raqamlarimizni, agar shu mahalla bilan bog'liq jarayoni muammosi bo'ladigan bo'lsa yoki tuman tashkilotlari bilan bog'liq muammosi bo'ladigan bo'lsa, ertaga menga bir gap so'z kelib qolishidan yoki jamoatchilikni o'rnatgandan keyin bosimlar bo'lishidan himoya qilish maqsadida biz barchamiz shtab tarkibimiz bor. Respublika viloyatimizda telefon raqamlarimizni tuman mutasaddi tashkilotlarga ham, yettilik vakillariga ham o'zlarimizning telefon raqamlarimizni taqdim qilib qo'yibmiz. Yana bir bor aytamiz, kimda kim shunaqa narkolaboratoriyalar masalasida yoki qandaydir yoshlarni giyohvandlikka chorlayotgan bir kimsalar bo'yicha yoki ularni kuraylik, bugungi kunda aytayapmiz, ijtimoiy tarmoqlar orqali kuraylikni olib borayotgan fuqarolarimiz ham ko'pda. Shu sababdan shularni ma'lumotlarni yetirgan taqdirda ham ularni ism familiyasi yoki yashash manzillari bu oshkora qilinmasligi bu kafolatlangan. Rahmat. Umuman olganda, bunday olib qaraganda asosan mana shu giyohvandlikka rujuk qo'yishning muddati bu o'sha yoshlar, o'sha 15 yoshdan to 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarda ko'proq uchrashini, aynan ana shu davr yoshlarning mana shu o'sish davri, umuman olganda qandaydir bir qiziqishi kuchli bo'lgan davr va turli yo'llarga kirib ketishiga ham aynan ana shu davrlarga to'g'ri keladi. Shunday ekan, bunda albatta ularni to'g'ri yo'lga boshlash, ana shunday har xil ko'rinishdagi shubhali do'stlar orttirmasligi, shubhali ko'chalarga kirmasligi, yo'llarga boshlamasligi uchun bugun Yoshlar ittifoqi qanday choralar ko'ryapti? Mana shu yoshlarni haqiqiy birlashtira olayaptimi? Mana shu borada fikrlaringiz. Bugun albatta yoshlar yetakchisi har bir mahallada faoliyat ko'rsatadi. Ilgari faqatgina o'rta umumta'lim maktablarda yoki mehnat jamoalarida bo'lsa, bugun har bir mahallada mahallaning yetakchisi bor. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli eldoshlar. Yuqorida aytib o'tgandek, davlatimiz rahbarining 73-sonli farmonlariga asosan alohida chora-tadbirlar ishlab chiqilgan. Shunga asosan yuqorida aytib o'tildiki, fevral oyi yoshlar o'rtasida giyohvandlik oldini olish oyligi deb e'lon qilindi. Shu oylik davomida tegishli hamkor tashkilotlar bilan turli xil uchrashuvlar tashkil etildi. Asosan oliy ta'lim muassasalarida, kasb-hunar maktablarini aytamizmi, umumta'lim maktablari yoki viloyatimizning 13 ta hududlarida tegishli hamkor tashkilotlar bilan birgalikda davra suhbatlari, uchrashuvlar tashkil etildi. Albatta bu uchrashuvlardan ko'zlangan asosiy maqsadimiz giyohvandlikning salbiy oqibatlarini aynan yoshlarga yetkazish, tushuntirish ishlarini olib borishdan iborat. Undan tashqari yoshlarimizni qiziqishlaridan kelib chiqqan holda turli xil sport musobaqalari, davra suhbatlari tashkil etildi. Hamda hozirgi kunda bizani ko'plab yoshlarimizni ijtimoiy tarmoqda ekanligini inobatga olgan holda yoshlar o'rtasida biz yoshlar giyohvandlikka qarshimiz shiori ostida videoroliklar tanlovi tashkil etildi. Undan tashqari aynan shu yoshlar ittifoqi, yoshlar agentligiga qarshi tashkil etilgan volontyorlar jamoalari, yoshlarimiz o'zlarining ishtirokida videoroliklar ishlanib ijtimoiy tarmoqlar orqali keng targ'ib etilmoqda. Shuningdek, talabalar teatr studiyalari tashkil etish oliy ta'lim muassasalarida yoki bo'lmasa aynan shu talabalar yoshlar o'rtasida giyohvandlikni salbiy oqibatlarini tushuntirish maqsadida talabalar haftaligi tashkil etilishi hamda yuqorida aytib o'tilgandek 26-iyun kuni butun hamma joyda, butun jahonda giyohvandlikka qarshi oyligi e'lon qilingan. Shu oylik doirasida ham o'zi umuman aytganda yoshlar tizimida alohida chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan. Hozir yuqorida mutaxassislarimizning fikrlarini inobatga olgan holda faqat fevral oyi yoki iyun oyida emas, balki 12 oy davomida ham biz aynan yoshlar tashkilot tizimida
yoshlarimiz o'rtasida giyohvandlik salbiy oqibatlarini oldini olish maqsadida turli xil uchrashuvlar, davra suhbatlari, yoshlarimizni qiziqishidan kelib chiqqan holda turli xil musobaqalarni tashkil etishni o'z oldimizga maqsad qilib olganmiz. Rahmat. Umuman olganda biz bilamizki, mana shu yoshlar ittifoqi bo'lsin yoki bo'lmasa yoshlar ishlari boshqarmasi bo'lsin, bular tomonidan albatta mana shu o'sib kelayotgan yoshlarni har qanday ko'rinishdagi, mana shubhali har qanday ko'rinishdagi o'sha oqibati yomon bo'luvchi illatlardan saqlash borasida ishlar qilinyapti. Bunda asosan mana shu yoshlar ishlari boshqarmasi va uning quyi tuman bo'g'inlarida qilinayotgan ishlar, qolaversa mahallagacha yetib borayotgan ishlar. Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana hozir to'g'ri aytib o'tdingiz, giyohvandlikka qarshi kurash borasida Yoshlar ishlari boshqarmasi tomonidan har bir mahallada yoshlar yetakchilari lavozimi joriy qilingan. Har bir mahallada yoshlar yetakchilari aynan hamkor tashkilotlar bilan birgalikda yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilish, aynan ularni bekor qoldirmaslik. Bilamiz, ko'pincha bo'sh vaqti ko'proq bo'lsa yoshlarimiz boshqa bir yo'nalishlar, qiziqishlar ko'payaveradi. Shuning uchun aynan bizada hozir mahalladagi yoshlar yetakchilari tomonidan, umuman yoshlar ishlar boshqarmasi tomonidan mahallada yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilish borasida 5 tashabbus olimpiadasi, sport musobaqalari, har xil ko'rik tanlovlar va ichki ishlar boshqarmasi bilan hamkorlikda har payshanba tungi reydlar tashkil qilingan va ta'lim muassasalaridagi yoshlar bilan ishlash, ularni yoshlar yetakchilari tomonidan ta'lim muassasasidagi maktablarda o'quvchilarda borib hamkor tashkilotlar bilan reydlar o'tkazilishi belgilangan. Aynan bu borada ijtimoiy tarmoqlarda va mahalladagi shu mahallada yashayotgan yoshlar bilan Telegram botlar, Telegram kanallar yo'lga qo'yilganliklarini aytishimiz mumkin. Mana 26-iyun giyohvandlikka qarshi kurash kuni borasida katta tadbirlar rejalashtirilgan. U yerda tanlovlar, ko'rik tanlovlar, har xil musobaqalar va volontyorlar tomonidan uchrashuvlar tashkil qilib, targ'ibot tadbirlari olib borilmoqda. Rahmat. Umuman olganda biz mana shu qonunchilik o'zgarishlari haqida yaqindan tanishar ekanmiz. Mana bu yerda viloyat adliya boshqarmasi, viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergov guruhi vakillari aytib o'tishdi. Lekin biz yaqindan tanishar ekanmiz. Aynan jinoyatlar uchun javobgarlik nazarda tutilgan amaldagi 16 ta modda hamda 3 ta o'ta og'ir jinoyatlar bo'yicha yangi moddalar kiritilganligi va bunda ayniqsa bir narsaga e'tibor qaratishni istardim. Jinoyat kodeksiga g'ayriqonuniy narkolaboratoriya tashkil etish va uning faoliyat yuritishini ta'minlash 5 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo'llanilishi ko'zda tutilgan. Ilgari albatta bunga yengilroq jazo choralari qo'llangan bo'lishi mumkin. Endilikda qonunchilikdagi o'zgarishda yana bir narsaga e'tibor qaratishni istardim. Narkotiklarni uyushgan guruh tomonidan transmilliy usulda yoki internet tarmog'ida o'tkazish 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish uchun asos bo'lishi ko'rsatib o'tilgan bu yerda. Yoki bo'lmasa bu yerda narkotiklarni ko'p miqdorda o'tkazganlik uchun ozodlikdan mahrum qilish jazosi 15 yildan boshlanishi belgilanmoqda. Amalda 10 yildan 20 yilgacha edi. Endilikda 15 yildan birinchi marta takror qilganda 10 yil emas, balki 15 yil berilishi ham mana shu qonunchilikdagi o'zgarishlardan biri hisoblanadi. Demak, mana shu holatlar ham kelgusida boshqa bir shaxslarning giyohvandlik ko'chasiga kirib qolmasligi, giyohvandfurushlik bilan shug'ullanmasligiga qandaydir bir huquqiy asos yaratadi desak, bu ham xato emas albatta. Marhamat, mana shu borada fikrlaringiz. Xo'p, bu borada albatta shu amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar hamda dasturlar ijrosi bo'yicha, hudud bo'yicha shu mas'ullar tomonidan amalga oshirilayotgan ishlarning barchasi shu mamlakatimizda giyohvandlikni oldini olishga qaratilgan. Shu o'rinda shu 26-iyun xalqaro giyohvandlikka qarshi kurash kuni doirasida hududiy kengash hamda barcha mas'ul davlat organlari, tashkilotlari tomonidan ayni shu narko jinoyatchilik va giyohvandlikka qarshi kurash borasida bir qadar tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu o'rinda ayni shu kun doirasida adliya organlari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsam, birgina davlat xizmatlari markazlari eng ko'p odam, ya'ni fuqaro tashrif buyuradigan ijtimoiy obyekt sifatida qaraladi. Ya'ni kuniga 1000 dan 5000 gacha fuqaro tashrif buyuradi va shahar yoki tuman mana shu davlat xizmatlari markazi. O'rtacha barcha davlat xizmatlari markazlari, ya'ni
tuman shaharlardagi. Bunda ayni shu yo'nalish bo'yicha, ya'ni giyohvandlikka qarshi kurash bo'yicha davlat xizmatlari markazlarida mavjud bo'lgan barcha monitor va ekranlarga ayni shu giyohvandlik vositalari uni iste'mol qilish natijasida keltirib chiqaradigan zararlari va buning salbiy oqibatlari hamda javobgarlik masalalarini oddiy sodda tilda tushuntirish va tasvir orqali ko'rsatilish imkoniyati yaratilgan holda shu televizorlar orqali namoyish etilmoqda. Bundan tashqari mavjud bo'lgan radio uzillar orqali, ya'ni navbatda turgan shu fuqarolar ayni shu giyohvandlik vositalari uning salbiy oqibatlarini audio vizual ko'rinishlarda ularga yetkazish bo'yicha ham ishlar amalga oshirilmoqda. Endi bugungi kunda hamma ta'lim muassasalarida shu dam olish payti, ya'ni ta'til vaqti bo'lganligi sababli, ya'ni dolzarb 90 kun doirasida hamda yoshlarni shu dam olish bolalar oromgohlarida ham ularni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida stop narko va biz giyohvandlikka qarshimiz shiorlari orqasida tadbirlar o'tkazilmoqda. Bunda ham ayni shu mavjud imkoniyatlardan foydalangan holda hamda hududiy kengash tomonidan yetkazilgan 15 turdagi videoroliklar, 20 turdagi buklet va flyerlar shu oson, sodda tilda ayni shu giyohvandlik vositalari nima ekanligi, uning salbiy oqibatlarini shu yoshlarga yetkazishning barcha usullaridan foydalangan holda tadbirlar tashkil etilmoqda. Bu ham albatta bu yoshlar o'rtasida giyohvandlik jinoyatchilikdan oldini olishga asosiy e'tibor qaratadi va shu o'rinda davlatimiz rahbari ta'kidlagandek, bugungi kunda giyohvandlik jinoyatchilikka qarshi kurashish faqatgina huquq-tartibot idoralarini emas, balki bu barcha jamiyatni, xalqni va fuqaroning ishi sifatida qarashimiz va birgalikda kurashimiz degan deb aytganlar va shu o'rinda bir farzandlik giyohvandlik ko'chasiga kirib qolishi bu butun bir millat fojiasi sifatida qaraganlar va shu o'rinda aynan shu giyohvandlik vositalariga qarshi kurashish va narko jinoyatchilikka qarshi kurashda barcha fuqarolardan o'zlarini faol fuqarolik pozitsiyasini saqlagan holda bunga qarshi birgalikda qarshi kurashishni chorlab qolaman. Rahmat, hurmatli yurtdoshlar. Biz mana giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlar, ularning jazolanishi, umuman mana shu borada mutaxassislarimizning mana shu turli fikrlarini eshitdik. Endi ko'rsatuvimizning yana bir ishtirokchisi bor. Umuman olganda bu ishtirokchi har kuni aynan ana shu giyohvandlar bilan munosabatda bo'ladi. Aynan o'sha giyohvandlik balosidan qutqarish uchun davo muolajalarini qiladigan shifoxonada faoliyat ko'rsatadilar. Umuman olganda bugun keyingi yillarda viloyatimizda sizlarga murojaat qilayotgan qanday ko'rinishdagi giyohvandlar soni ortib boryapti? Yoki bo'lmasa bugun o'sha bundan 5-10 yil oldingi giyohvandlik bilan bugungi giyohvandlikning farqi nimada? Mana shu borada fikrlaringiz. Assalomu alaykum. Savol juda o'rinli. Hozir eng asosiy bizga davolanish uchun murojaat qilayotgan giyohvandlar giyohvand moddalar ham opioid giyohvand moddalari, kannabinoid giyohvand moddalarga tobelik bo'ladigan bo'lsa, bundan tashqari kuchli ta'sir qiluvchi vositalar, har xil ko'rinishdagi tabletkalar bilan iste'moli bilan bog'liq murojaatlar ham ko'p bo'lyapti. Bularning ichida ayniqsa shu yoshlarimiz, o'smirlarimiz tomonidan o'rganib qolish holatlari ko'p bo'lmoqda. Endi buning asosiy sababi shu yoshlarimizni aldash osonroq, bu narsaga chalg'itish osonroq bo'layotganligi deb taxmin qiladigan bo'lsak, ikkinchi o'rinda bu narsani tarkibi ishlab chiqaruvchini o'ziga ayon. Har safar har xil turdagi kimyoviy moddalar, kimyoviy ishlov berish oqibatida u kuchli ta'sir qiluvchi vositalarni bir marta iste'mol qilishni o'zidayoq unga bo'lgan ruhiy, jismoniy qaramlik rivojlanib qolish holatlari kutilmoqda. Shuni hisobiga so'nggi 3 yil davomida giyohvand moddalar iste'moli bilan bog'liq murojaatlar soni, davolanishga bo'layotgan murojaatlar yoki bo'lmasam kimlar qaysidir shaxslarning yaqinlari tomonidan iste'mol qilish holatlari bo'yicha bo'layotgan murojaatlar soni so'nggi 2 yil davomida keskin ko'paydi. Demak, yana bir narsaga e'tibor qaratsak, ba'zida ko'cha-kuyda bo'lsin yoki bo'lmasa qo'shnilarning qandaydir bir o'zaro yurungida bo'lsin, kimningdir farzandi, kimningdir qizi mana shu dozani oshirib yuborishi natijasida vafot qilibdi degan so'zlarni ham ba'zida eshitib qolamiz.
Lekin har bir ota-ona har qanday giyohvand furushlikning, mana shu giyohvand vositalar iste'mol qilishning og'ir oqibati nima ekanligini yaxshi biladi. Lekin bugun o'sha ota-onalar aynan farzandining mana shu boradagi tarbiyasiga qanday e'tiborda? Yoki bo'lmasa sizga murojaat qiluvchilar farzandi qandaydir bir giyohvand vositalar iste'mol qilayotganligini bilib qolganida kelayotgan ota-onalarning mana shu muomalasi siz bilan yoki ularning fikri qanday bugun? Bu haqda ota-onalarning fikri endi shu har safar ijtimoiy tarmoqlarda yoki televideniyada chiqishlarda aytyapmiz, ma'lumotlar beryapmiz. Xulq-atvoridagi o'zgarishlar, maktabdagi o'zlashtirishdagi o'zgarishlar yoki bo'lmasam uyga kech kelishlar, moddiy taraflama, pul taraflama bo'layotgan ana u o'zgarishlar hisobiga, shular haqida berayotgan ma'lumotlarimiz hisobiga ota-onalar tomonidan ham aniqlanib bo'layotgan murojaatlar ko'pchilik bo'ladi. Ularda asosan shu kuchli ta'sir qiluvchi vositalar, uchuvchan vositalar iste'mol qilib, hali giyohvand moddalar emas, har xil turdagi tabletkalar iste'moli bilan bog'liq murojaatlar ko'paymoqda. Rahmat. Ba'zida kishi o'ylanib qoladi. Umuman olganda inson dunyoga kelar ekan, u o'sha farzandlarining, nabirasining kamolini ko'rishni, ularni baxtli, taxtli ko'rishni istaydi albatta. Ana shuning uchun ham ba'zida mana shu mahalliy sharoitda daromad topishdan ko'ra xorijda ko'proq daromad topishni istab qoladi va o'zining farzandlarini ba'zida o'sha qariya ota-onalariga, o'sha farzandlarining bobo-buvilariga yoki bo'lmasa qandaydir bir yaqin qarindoshlariga tashlab ketish holatlari hozirda ham yo'q emas albatta. Demak, aynan mana shunday sharoitda aynan u o'zi katta daromad topish va farzandlarini baxtli taxtli qilish niyatida xorijga chiqib ketadi. Lekin uning farzandlari bu yerda nazoratsiz qolayotganligini, nimaga deganda har qanday ota-ona o'z farzandining nazoratini albatta qattiq qiladi. Lekin kimgadir ishonib topshirib qoldirgan o'sha farzandga baribir o'sha bobosi, buvisi bo'lsin yoki bo'lmasa qandaydir bir qarindoshlari bo'lsin, ular o'z ota-onachalik qattiqqo'llik, talabchanlik qilmaydi albatta. Lekin o'sha xorijdagilarning esa men pulini jo'natayapman degan bir iddaosi bo'ladi faqat. Lekin mana shunday sharoitda tahlil qilganda ko'proq o'sha ruju qo'ygan yoshlarning ko'pchiligi ota-onalari xorijda mehnat qilayotgan yoki bo'lmasa qandaydir uzoq masofada alohida yashayotgan o'sha yoshlarning, o'smirlarning bu ko'chaga kirishganiga guvoh bo'lamiz. Umuman mana shunday holatda bugun mahallalar uyushmasi tomonidan har bir mahallada qanday ishlar qilinyapti? Albatta bularning bari mahallada istiqomat qiladi. Endi uzoq muddatga ketgan ota-onalar bo'yicha ular yuqorida aytib o'tdingiz, vasiylik asosida kimgadir farzandlarini biriktirib ketishmoqda. Ya'ni aytganingizdek, yaqin qarindoshlari yoki o'zining ota-onasi shularga vasiylik asosida farzandlarini biriktirib ketishmoqdalar. Lekin bir so'zni aytib o'tamiz, yana davlatimiz tomonidan yaratilgan shart-sharoitlar ham bugungi kunda u davr chetga chiqib ishlash uchun shart emas degan mazmunda bemalol aytsak bo'ladi. Sababi agar tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchi bo'ladigan bo'lsalar, endi albatta masalaning bu tomoni alohida. Bugun albatta qayerda ishlayman desa, bugun keng bunyodkorliklar qilinyapti, qurilish ishlari qilinyapti, bu o'z yo'liga. Lekin qolgan farzandlarning nazoratini mahalla qanday nazorat qilyapti? Mana shu borada fikrlaringiz. Yuqorida u aytib o'tganimdek, doza 90 kunlik deymiz. Bugungi kunda yoz paytida barcha bolalar ta'limdan yiroqda bo'ladi. Shu sababdan ularni bekor qoldirmaslik uchun xalq ta'limi bilan birgalikda maktablarda ochiq maktab eshiklari bo'lib turib, u yerda har bir kunni alohida bir kun qilib belgilaganmiz. Masalan, dushanba kuni ta'lim kuni, seshanba kuni kiber IT sohasida ish olib boradigan kun, chorshanba kuni ma'naviyat madaniyat kuni. Rahmat. Demak, bu kunlar, tadbirlar o'z yo'liga. Umuman olganda bugun o'sha jamoatchilik nazoratida aynan Yoshlar ittifoqi, Yoshlar ishlari boshqarmasi o'sha o'smir yoshlar va yoshlar bilan ularning ota-onasi qandaydir bir xorijda mehnat migranti bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa qandaydir bir boshqa yumushlar bilan uzoq muddatga ketgan bo'lishi mumkin. Mana shuning ro'yxati shakllanganmi bugun o'sha Yoshlar ittifoqi tomonidan, Yoshlar ishlari boshqarmasi tomonidan va ular bilan bugun o'sha mahallalardagi yetakchilarning munosabati qanday?
yuqorida ham aytib o'tgandek, aynan shu 509 ta viloyatimizda 509 ta mahallalardagi yoshlar yetakchilarimiz orqali alohida o'zi har bir mahallamizda mahalla uyushmasi bilan hamkorlikda migratsiya kanallari tashkil etilgan. Aynan bu kanallarimizda migratsiyadagi migratsiyada ishlab yurgan yoki o'qishga ketgan yoshlarimiz aynan shu bir ijtimoiy tarmoq orqali yoshlar yetakchilarimiz yoki bo'lmasa mahalladagi profilaktika inspektori, mahalla raisi tomonidan alohida ular bilan uchrashuvlar, suhbatlar, kunlik kerak bo'lsa kunlik migratsiyada misol uchun Rossiyada yuradimi, Qozog'istonda yuradimi, boshqa Yevropa davlatlarida yuradimi, aynan qaysi davlatda, qayerda nima ish bilan shug'ullanib yurishi yoki bo'lmasa aynan shu giyohvandlikni salbiy oqibatlarini yoshlarimizga yetkazish bo'yicha ham barcha mahallalarimizda aynan shu migratsiyadagi yoshlar bo'yicha ham tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Undan tashqari mahalla uyushmasi bilan hamkorlikda 10 yoshga bir nuroniy tamoyilosida asosida aynan shu migratsiyaga ketgan oila farzandlari yoki bo'lmasa qarovsiz qolgan yoshlarimizni aynan mahalladagi yoshi katta nuroniylarimizga biriktirish orqali ham tizimli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Rahmat. Yoshlar ishlari boshqarmasi tomonidan aynan mana shu qolib ketgan o'smirlar yoshlarning bilan shug'ullanish. Ularning ota-onasi xorijda, lekin ular bu yerda. O'sha buvisiga, bobosiga qolgan bo'lishi mumkin. Albatta o'rinli savol berdingiz. Bu yerda birinchi navbatda hozir chetga ketgan ota-onalar bilan ham bizlar Telegram, ijtimoiy tarmoqlar orqali bog'lanib turib o'zlarimiz guruhlar ochganmiz. Ularning farzandlari bilan o'tkazilib turgan tadbirlar, loyihalar, tanlovlarda hammasi bilan birga, ota-onasi bilan birga mahalladagi yoshlar yetakchilari o'zlari bog'lanib olgan. Va ularni kim vasilikka kim olib qolgan bo'lsa, bizda ro'yxat shakllangan. Chetga ketgan ota-ona farzandlari ro'yxati bor. Ular ta'lim muassasasidagi yoshlar bo'lsin, umuman mahalladagi yoshlar bo'lsin, ular bilan alohida ishlash va tadbirlarga jalb qilish u bizning asosiy vazifamiz sifatida kiritilgan. Boya ham aytib o'tgandek, profilaktika inspektorlari bilan mahalla uyushmasi bilan, umuman mahalla yetakchiligi bilan hamkorlikda shu xorijdagi ota-onalar bilan birinchi navbatda Telegram orqali bizlar muloqotlarni yo'lga qo'yib, hozirgi kunda aynan Yoshlar ishlar boshqarmasida dolzarb 90 kunlik shtab faoliyati yo'lga qo'yilmoqda va tegishli mutasaddi tashkilotlar bilan shtab faoliyati tumanlarda, mahallalarda ham shtab faoliyatlari yo'lga qo'yilib, ishlar olib borilmoqda. Aynan u dolzarb 90 kun ta'til davomida, u 90 kunlik ta'til davomida yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilish maqsadida tadbirlar, tanlovlar o'tkazilish belgilangan. Rahmat. Biz dasturimiz avvalda aytib o'tdik, jonli efirda ekanligimiz, bugun studiyamizga o'rnatilgan 62 kodi bilan 223 92 03 raqamli telefonga murojaat qilishlarini so'ragandik. Bir qancha savollarni qabul qilib oldik. Mana bu yerda Xiva shahridan Mahmud Otajonov so'rayaptilar. Psixotrop moddalar, tabletkalar qayerdan kirib keladi bizning yurtimizga? Mana shu haqda ham bir ma'lumot bersa. Marhamat. Psixotrop moddalar, o'sha kuchli ta'sir qiluvchi moddalar. Shu tergov amaliyoti jarayonida tergov qilishda kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni qonun qoida saqlash, o'tkazish bilan bog'liq ishlar tergov qilganda albatta tergovchi shu moddani manbasini aniqlashi savollar qo'yiladi. Bu tabiiy narsa va majburiy holat. Ko'pchilik holatlarda aynan shu gumondor shaxsda bu narsalarni topib olganligini aytadilar yoki ayrim sir saqlaydilar, bosh tortadilar. Lekin ko'pchilik holatda bu qo'shni davlatlardan chegara orqali kirganligini aytib o'tadilar. Ayrim holatlarda sir saqlaydilar. Lekin asosiy manbani o'rganganimizda bu chet davlatlardan, Rossiya, Qozog'iston kabi davlatlardan turli xil yo'llar bilan qonunlar ravishda turli xil usullar bilan olib kelib turganligi ma'lum bo'lgan. Bundan tashqari o'zimizning yana shu ichki dori-darmon bilan bog'liq ishlarni amalga oshirgan jamiyatlar tomonidan ayrim mansabdor shaxslarni o'zlarini vakolatdan suiiste'mol qilish yo'li bilan shu kuchli ta'sir qiluvchi, qat'iy ro'yxatda turuvchi dori vositalarini retseptsiz va qonunxo'r tarqatganligini aytib o'tganlar. Bu har ikki xil holatda ham amalga oshirilib keladi va bu bo'yicha обязательный har doim javobgarlik masalasi hal qilingan. Aytmoqchi bo'lganim, bu faqat tashqi tarafdan emas, o'zimizning ichki O'zbekistonimizdagi shu ishga mas'ul bo'lgan shaxslar tomonidan o'z mansab vakolatini suiiste'mol qilish holatlari uchrab turibdi va javobgarlikka tortilib turibdi. Rahmat. Mana bu yerda ikkinchi savollar ham bor ekan. Mana shu kuchli ta'sir qiluvchi psixotrop moddalar bo'lsin, giyohvand vositalar bo'lsin, inson salomatligi uchun qandaydir bir foydasi bormi yoki faqat sarxush qilish uchun ishlab chiqariladimi? Shu o'rinda mutaxassisga murojaat qilamiz. Aynan
mana shu har qanday ko'rinishdagi giyohvand vositalarning inson hayoti uchun qanchalik zararli ekanligini va uning o'sha salbiy oqibatlari haqida ham qisqacha bir batafsil ma'lumot bersangiz. Giyohvandlik, psixotrop moddalar bilan analoglar yoki kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni inson organizmi uchun foydali tarafi faqatgina mutaxassis shifokor tavsiyasiga asosan tibbiy maqsadda qo'llanilgan tarzdagina foydasi bo'lishi mumkin. Uni notibbiy maqsadda surunkali ravishda yoki bo'lmasam kuchli miqdorda iste'mol qilgandan keyin albatta organizmda eng birinchi o'rinda zaharlanish kelib chiqadi. Keyin unga nisbatan ruhiy, jismoniy qaramlik, ya'ni o'rganib qolish holatlari kelib chiqadi. Bu surunkali ravishda davom qilaveradigan bo'lsa, hayotimiz uchun muhim organlarni nogiron bo'lib qolishiga oxir oqibatlarda olib kelishi mumkin. Birinchi navbatda bugun o'sha bizni tomosha qilayotgan ota-onalar bo'lsin, o'smirlar, yoshlar bo'lsin, aynan uning qanday bir jirkanch illat ekanligidan va u kelgusi hayoti uchun naqadar bir xavfli ekanligi haqida bir ta'sirchan qanday ko'rinishlari bo'lishi mumkin. Mana shu haqida ham bir ma'lumot bersangiz. Jirkanch illat ekanligi o'sha kuchli ta'sir qiluvchi bo'lsin, giyohvand modda bo'lsin yoki psixotrop modda uning analoglari bo'lsin, undan mast holatda qilinadigan og'ir oqibatli jinoyatlar sodir bo'linishi eng jirkanch illat, eng jirkanch holat deb baholasa bo'ladi. Demak, uning o'sha avlodini yo'q qilishi yoki bo'lmasa o'sha bepushtlikka olib borish yoki bo'lmasa undan qandaydir bir nogiron farzandlar tug'ilishi uning keyingi sulolasini yo'q qilishiga ham bir sabab bo'ladi. Millat genofondi deb alohida urg'u berilishi, bu narsa shu gen orqali boshqa bir uni avlodlariga o'tkazilishi, uni avlodlari o'tgan taqdirda ham giyohvand erta kelajakda ular ham bir giyohvand bo'lishi yoki bo'lmasam undan tug'iladigan farzandlar tuzatib bo'lmas darajada nogiron tug'ilish holatlari. Demak, bugun o'sha giyohvand vositani qo'lida ushlab turgan har bir o'smir, har bir yosh yoki bo'lmasa farzandining ana shunday holatidan gumon qilayotgan har bir ota-ona birinchi navbatda ana shularni o'ylash talab qilinadi. Nimaga deganda, dunyoga inson kelar ekan, u albatta o'zidan bir yaxshi, sodiq farzandlar qolishini niyat qiladi. Demak, u har qanday giyohvand furushlardan yoki bo'lmasa giyohvandlik vositalarini o'sha iste'mol qiluvchilardan sog'lom, mukammal insonning paydo bo'lishi qiyin albatta. Demak, biz birinchi navbatda ana shu tomonni o'ylashimiz lozim bo'lar ekan. Butun bir dunyodagi taraqqiyparvar insoniyat 26-iyunni butun jahon giyohvandlikka qarshi kurash kuni qilib belgilagan. Uning doirasida butun bir dunyodagi taraqqiyparvar insonlar turli tadbirlar qiladilar. Mana shu giyohvandlikning og'ir oqibatlari haqida turli ko'rinishdagi rasmlar tanlovi bo'lsin, turli ko'rinishdagi boshqa bir targ'ibot tadbirlari bo'lsin. Bundan ko'zlangan maqsad esa insonlarga, umuman dunyodagi insoniyatga giyohvandlikning og'ir oqibatlarini ko'rsatishdir, uning oldini olishdir. Demak, shunday ekan, mana bugun o'sha viloyat komissiyasi, hududiy komissiyasining kotibi ishtirok qilyaptilar. Aynan mana shu o'tayotgan oy davomida, 26-iyun davomida albatta qilinadigan tadbirlar juda ko'p. Lekin shunday bo'lsa-da ko'rsatuvimiz yakunida mana shu jihatlarga yana bir e'tibor qaratsak. Marhamat. Juda to'g'ri aytdingiz. 26-iyun kuni butun dunyo mana shu giyohvandlikka qarshi kurash munosabati bilan tadbirlar o'tkazadi, uchrashuvlar qiladi, boshqa nimalar o'tkazadi. Mana shu kundagi tadbirlarni namunali saviyada, yuqori saviyada o'tkazish uchun bosh vazirimiz raisligida tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan respublikada va shu asosda biz viloyatda o'zimizga o'tkazadigan tadbirlarni reja qilib olganmiz. Bu barcha tashkilotlar, bu tashkilotlarga topshiriqlar chiqarilgan, viloyat hokimimiz tomonidan tasdiqlangan rejamizga oid yoshlar agentligi, boshqarma boshqarmasi, viloyat boshqarmamiz, transport boshqarmalariga, musulmonlar idoralariga, hattoki mana shu juma namozlarida ham ma'ruzalarga kiritilgan nimalarda faqat giyohvandlikka qarshi kurash, uning oqibatlari to'g'risida ma'ruzalar o'qishgacha topshiriqlar chiqqan. Mana shu transport boshqarmalariga shunday topshiriqlar chiqqanki, masalan, temir yo'l va poyezdlarda bo'lsin, shaharlararo transport avtobuslarda bo'lsin yoki kutish joylarida, bekatlarda bo'lsin, shu yerlardan qisqa metrajli videoroliklarimiz bor, ishlab chiqilgan. Mana shu videoroliklarda qo'yish masalasi belgilangan.
mana shu boya migrant masalasini aytdingiz, juda to'g'ri. Mehnat migrantlarini oilalari bilan ishlash masalalari bo'yicha topshiriqlar chiqqan tegishli mas'ullarimizga. Ularni oilalariga mana shu hozir aytgan shu tadbirlarga jalb qilishni tadbir rejalariga mas'ul qilib kiritilgan hammasi tadbirlarga jalb qilish. Undan tashqari mana shu yoshlar narkotiklarga qarshi kurash shiori ostida flash moblar, challengelar, mana shu hozir zamonaviy ko'rinishda bu tashviqot vositalarimiz orqali asosan internet tarmoqlarida yoshlarimiz juda ko'p shu foydalanganlarni inobatga olgan holda bu internet tarmoqlari orqali faqat mana shu nimalarda giyohvandlikka qarshi kurashni oqibatlari, ularni ertaga nimalarga olib kelishi bo'yicha juda ko'p mana shu flash moblar, challengelar va videoroliklar tarqatish belgilangan bu nimada. Faqat bir nima, faqat giyohvandlikka qarshi kurash, faqat giyohvandlikka qarshi kurash degan bilan bo'lmaydi degan maqsadda bularni oqibatlarini mana vrachlarimiz, narkotiklarimiz bilan birgalikda boya aytdingiz-ku, ayanchli oqibatlarga olib kelish. Ularni shu yoshlarimizga, ota-onalarga, yosh ota-onalarimiz ko'p, masalan, juda ko'p. Undan tashqari yoshlarimiz bilan birgalikda ularning oqibatlarini bir nima deydi, ta'sirchan darajada yetkazish uchun shu tadbirlar belgilangan, mana shu tadbirlar rejamizda. Undan tashqari mana mahalla yettiligi bilan ishlash masalasini ko'tardilar. Mahalla yettiligini birinchidan ularni o'zini o'qitish masalasi. Ularni masalan yoshlar bilan gaplashganda, suhbatlashganda giyohvandlikka chalinganligini aniqlash bo'yicha mana shu mahalla yettiligini o'zini bir o'rgatish masalasi. Ular orqali ota-onalarni o'rgatish masalasi. Undan tashqari mahallada yurgan paytda narkolaboratoriyalarni aniqlash masalasi. Narkolaboratoriyalar qanday tartibda ishlaydi degan masalalargacha mana shu mahalla yettiliklarni o'qitish jarayonlarida yetkazish tadbirlari ham belgilangan. Juda ko'p tadbirlarimiz bor. Mana shu tadbirlarimizni yuqori saviyada o'tkazishda mas'ullar bilan birgalikda ish tashkil qilamiz. Rahmat. Hurmatli yurtdoshlar, mana ko'rsatuvimiz davomida giyohvandlikning qanchalar jirkanch illat ekanligi, insoniyatni tanazzulga olib borish haqida mutaxassislarimiz bir qator fikrlarni yuritdilar. Shunday ekan, o'zimizning va farzandlarimizning, kelgusi avlodlarimizning salomatligi o'z qo'limizda ekanligini, ularning kelgusida yo'q bo'lib ketish ham o'z qo'limizda ekanligini har bir ota-ona bugun tushunib yetsa, albatta farzandlarining nazoratini olib borsa, o'sha giyohvandlikning har qanday ko'rinishlardan asray bilsa, demak uning o'sha kelajakdagi avlodlari sog'lom va mukammal bo'lib yetishini bugun mana shu hayot tajribasi ko'rsatyapti albatta. Biz bugungi ko'rsatuvimizda giyohvandlikning salbiy oqibatlari haqida gaplashdik. Yoki bo'lmasa giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlarning O'zbekistonda endilikda kuchaytirilgan jazo kutayotgani haqida gaplashdik. Shunday ekan, demak bugungi ishtirok uchun, bildirilgan fikr mulohazalar uchun ko'rsatuvimiz ishtirokchilariga samimiy bir minnatdorchilik bildirgan holda dasturni yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'ling.